bo'ladi. Qaysi bir kishi Alloh subhanahu va taolodan juma kunida duo qilib bir narsani so'rar ekan, modomiki bu harom bo'lmasa, Alloh taolo albatta ijobat qiladi. Mana shunday muborak kunda o'tiribmiz, Alloh taolo duolarimizni ijobat qilgan bo'lsin va barcha so'rayotgan shariy talablarimizni Alloh taolo ado etgan bo'lsin. Ali ibn Abi Talib karamallohu vajhiga marhamat qiladi. Juma kuni kiradigan bo'lsa, shayton o'zini yordamchilari bilan bozorlarda yuradi, poylar. Ya'ni odamlardan shu juma namoziga chiqishlikdan chalg'itishlik uchun tijoratini yoki odamlar bilan qilgan muomalasiga bir aralashadiki, juma namoziga chiqmasligiga harakat qiladi. Lekin farishtalar ham bekor turmaydi bu kunda, deydi Ali karamallohu vajha, masjidni eshigining tagida o'tirishadi, kirgan odamlarning hisobini qilib. Har bitta kirgan odamda ismi yoziladi, deydi Ali roziyallohu anhu tomonidan.